Salom do'stlar, sizlar bilan birga SB Editor. Bugungi videoda men shunchaki survival qilmoqchiman. Men hozir hamma youtuberlar qiladigan ishni qilmoqchiman. Daraxt chopaman, tosh kovlayman va bolta, kirka, qilich yasayman. Va men ovqat to'plamoqchiman. O, ovqat. O'lding? Bu qo'yning onasi qayerda? Xo'p, yana ovqatlar kerak. Bu kichkinadan ovqat tushmaydi. Nima bu, o'rmonda ovqatlar qirilib ketganmi? Ovqat topmasam ham mis topdim. Va endi ovqat topish kerak. Daraxt ortiqchalik qilmaydi va endi ovqat toplasak ham bo'ladi. Ovqat oldimizga keldi. O'lding? Va men bu yerda mislarni eritib, ovqatlarni pishirmoqchiman. Bu yerga ovqatni, bu yerga misni. Misga ko'proq yog'ochlar kerak. Mana misga yog'ochlar 30 ta yetadi. Ovqatni olamiz va uni yeymiz. Menga endi ko'mirlar kerak. Birinchi ko'mir, ikkinchi ko'mir va uchinchi ko'mir. Mis eribdimi? 10 tasi eribdi. Olamiz. Ovqatlarni ham olish kerak ochdan o'lmaslik uchun. Yana bir marta aytaman, ovqat ortiqchalik qilmaydi. O'lding? Va men urug'larni olmoqchi edim, lekin bittasi ham tushmadi. Attang. Shaxtaning ichida temir bormikan? Yo'q. Mislarning 5 tasi eribdi. Va men full mis bo'lib oldim. Kech botyapti, bunker quramiz. Va men bunkerni bu yerga qurmoqchiman. Va men bu yerni bunker qilib bo'ldim. Va tong otishini kutish kerak. Tong otib bo'ldi, endi chiqsak bo'ladi. Chiqib bo'ldik, endi qishloq qidiramiz. Va mana topdik. Va bu yerni shipshidon qilamiz. Ko'rishguncha do'stlar. Ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, like va obuna bo'ling.